Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 4 may 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 15 so'm 13 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 11.952 so'm 73 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.195.273 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.6% ga tushdi. Yevro 60 so'm 73 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.021 so'm 75 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.402.175 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.1% ga oshdi. Rossiya rubli 1 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 48 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.480 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 5.5% ga oshdi. Xitoy yuani 2 so'm 37 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1750 so'm 50 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.750.500 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.7% ga tushdi. Koreya voni 3 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 11 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8110 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 1.0% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.